Joriy yilning 5-may kuni Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga Chust tumanida yashovchi fuqaro ariza bilan murojaat qilib, unda Chust tumani hududiy elektr tarmoqlari bo'limida ishlovchi ayrim mansabdor shaxslar tomonidan shu tumanning Navruz mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan sartaroshxona obyektiga o'rnatilgan elektr hisoblagichni o'zboshimchalik bilan almashtirganligi sababli tarmoqdan o'chirish dalolatnomasini rasmiylashtirib, ushbu qonunbuzarlikni yopib berish, ya'ni sud orqali jarima qo'llanmaslik hamda yangi o'rnatilgan hisoblagichni bazaga kiritish evaziga 600 AQSh dollari talab qilayotganliklarini bildirgan. Mazkur murojaat asosida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir tashkil etildi. Tadbir davomida arizachiga berilgan 600 AQSh dollariga maxsus kimyoviy ishlov berilib, shundan so'ng Chust tumani Pansada mahallasi hududidagi dehqon bozori ichida gumonlanuvchi arizachidan 600 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Haqiqatan shu fuqarolarga qo'yilgan holat bo'yicha shu kishini olding. Hozirda mazkur holat yuzasidan Chust tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurashishda har bir fuqaroning murojaati muhim ahamiyatga ega. Noqonuniy talab va ta'magirlik holatlariga duch kelsangiz, darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishingiz so'raladi.